Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu safargi obzorimiz ko'ylaklar haqida bo'ladi. Birma-bir ularni tanishtirib o'tamiz sizlarga. Ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi qora rangli futbol ko'ylagimiz. Yosh kattalar uchun chiqarilgan bu. Dazmollarida ham yaxshi oladi. Xo'p, M razmerdan 3XL gacha bor. 3XL gacha bor. Xo'p, o'zimizning raqamli razmerda aytadigan bo'lsak, 39 dan 43 gacha, 45 gacha razmerlari bor. Keyin ko'ylagimiz ustimizda ko'rishlaringiz mumkin. Ichidan futbolkalar bilan, boshqa rangli futbolkalar bilan moslab do'yka qilib kiysa ham bo'ladi. Bu ko'ylagimizni yoshlarga asosan chiqarilgan. Xo'p, raqamli razmer bilan aytganda 48 dan 56 gacha razmerlari bor. Katta razmerdagi katta gavdali akalarimizga ham razmerlari bor. O'ta velikan deya olmaymiz-ku, o'sha 56 razmergacha razmerlari bor. Bu ko'ylagimiz oldi zamoylik. Bu mana ko'ylagimizdan bu tuymalik edi. Bu oldi zamoylik. Bu ham yoshlarimiz uchun chiqqan. Buni ham ichidan futbolka qilib, dvoyka qilib kiysa bo'ladi, o'zini kiysa ham bo'ladi. Buni ham razmeri, xo'p, raqamli o'sha razmerda 48 dan 56 gacha razmerlari bor. Keyin ko'ylagimiz oldi palasali, tuymalik. Bular ham yoshlar uchun chiqarilgan. Hozirgi o'sha maktab studentlarimiz ham, universitetda o'qigan studentlarimiz ham kiyishyapti. To'y mavsum bo'lganligi uchun to'y marosimlariga ham juda yaxshi luk bo'ladi. Undan keyingi ko'ylagimiz esa ko'k oldida palasali o'rtalig'iga qo'yilgan, kombinatsiya qilib chiqarilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu oq shimlar bilan ham zo'r aytadi. Oq, maloshniy shimlar bilan ham zo'r aytadi. Keyin ko'ylagimiz palasali ko'ylak. Buni materiali marlovka. Juda yumshoqlik, havo o'tkazishi ham juda yaxshi. Buni ham futbolka bilan kiysa bo'ladi. O'zini kiysangiz ham bo'ladi. Keyin ko'ylagimiz esa jinsa ko'ylak. Ko'rishlaringiz mumkin. Jinsa shimlar bilan yaxshi aytadi, yaxshi tadbir bo'ladi. Juda chiroyli ko'ylaklar. Hamma razmerlari bor. Bu razmerimiz S dan 3XL gacha chiqqan. Xo'p, keyin ko'ylagimiz maloshnik. Ko'rishlaringiz mumkin. Yosh kattalarimizga ham yaxshi aytadi. Yoshlarimiz olsa ham bo'laveradi. Juda sifatli XB materialdan qilingan ko'ylak. Xo'p, hurmatli obunachilar, bularning narxiga kelsak, maloshnik ko'ylagimizning narxi 125 ming so'mdan. Bu jinsa Turkiya ko'ylak bu, Turkiyaniki. Bularning narxi 225 mingdan. Qolgan ko'rsatgan ko'ylaklarimizning narxi esa bu qator bu ko'ylaklarni ko'rsating. Hammasi 125 ming so'mdan. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom eting. Like bosinglar. Fikrlar bo'lsa yozinglar kommentariyaga. Qanaqangi narsalar haqida obzorini qilaylik. Fikrlaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.